Chaqirmang. Oyijon. Voy. Ha bola, tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik emas. Buningiz iffatli kelinmas ekan. Nima? Bunaqami? Voy sho'rim. Voy xudoyim. Hali sen meni shuncha pulga cho'daymi iflos? Basharang qursin. Hali sen yolg'onchini kelin qilib o'tiribmanmi? Ah! Yangalar, olib ketinglar mana bu sizni. Iflos, chiqib ket uyimdan. Ket, yo'qol. Yaramas. Iflos. Sen ham indamasdan qaytib kelaverdingmi? O'sha zahotiyoq yangalaringni, ota-onasini chaqirib hammasini aytsang bo'lardi-ku. Nega unday qilmading, jonim? Sizga bitta savol beraman. Mani oilamda, mani bolalarimda, qizimda nima qasdinglar bor edi? Gunohi nima edi? Nima gunohi? Aka, biz shu o'g'limizni qaytardik deyapman-ku, qaytardik. Shu ko'p qizlarni ko'rsatdik. Hammasiga yo'q deyotgandi. Sizni qizingizni ko'rdi-yu, bo'ldi to'yga roziman dedi. Biz ham ana o'sha qizdan voz kechibdi deb o'yladik-da, o'sha ko'cha qizidan. Jon aka, kechiring. Qizingizni aybi yo'q. Opajon, iltimos kechiring. O'g'lim tavbasiga tayandi. Yo'q. U dunyo, bu dunyo kechira olmaymiz. Qizimiz sharmandalarchi. Uylardan haydadinglar. Bunaqa xonadonga ikkinchi qizimizni qaytarmaymiz ham, bermaymiz ham. Bu umidinglarni uzinglar. Yo'q. Bo'ldi, dada, oyi, yalinmanglar. Qamatib yuborsa, qamatib yuborsin. Lekin umuman zinhor yalinmanglar. Ahmoq, nima deyotganingni bilyapsan bu yerdan? Ha, nima deyotganingni bilyapsan? O'z baxtingni o'zing yerga uryapsan-ku, ahmoq. Oy, o'sha qizga ilakishganing uchun ham, mana shunday gulday qizni poymol qilganing uchun ham hamma narsadan men seni mahrum qilaman. Yo'qol ko'zimga ko'rinma, ahmoq. Dadasi. Yo'qol ko'zimga